Ayollarimizga yoqadigan, lekin bizning bugungi erkaklar qabul qila olmaydigan bitta gap bor. Oilaga keladigan rizqning barakali bo'lishi qanchalik ayol kishiga bog'liq. Ayol kishi pul topishi kerakmi? Agar ayol kishi ishlayotgan bo'lsa, pul topayotgan bo'lsa, bu uning erining barakasi kamayishiga ta'sir qiladimi? Agar siz ishlayotgan ayol bo'lsangiz, pulingizni qayerga va qanday to'g'ri sarflashingiz lozim? Bugun ana shular haqida ajoyib suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Mehriyo Ro'zmetova, oliy ma'lumotli pedagog, ayollarni rivojlantirish bo'yicha ekspertman. 4 yildan buyon ayollarga shaxsiy rivojlanish, o'zini anglash, o'zini hayotda maqsadlarini topish, haqiqiy niyatlarida yashash bo'yicha ilmlarni berib kelaman. Faoliyatim davomida minglab ayol qizlarga oilada ham, jamiyatda ham o'z o'rinlarini topishlarida, o'zini anglashlarida, maqsad qo'yishlarida, niyatlarini to'g'rilab baxtli yashashlarida o'zimni ma'riflik kurslarim, konsultatsiyalarim va individual coaching darslarim orqali yordam berib kelyapman. Bugun esa sizlar bilan barcha ayol qizlarimiz uchun aktual bo'lgan bugungi kunning eng muhim mavzularidan birisi ayol va pul mavzusi haqida gaplashamiz. Demak, birinchi masala oilaga erkak kishiga rizqni kelishi, erkak kishining barakali bo'lishi, ish yurishi, muvaffaqiyatli bo'lishi, boy bo'lishida ayolning o'rni qanchalik, ya'ni ayolning ta'siri bormi degan savol. Bunga biz 100% ta'siri bor deb javob beramiz. Nimaga? Chunki mana oddiy erkak va ayolning vazifalari yoki yaratilishiga ahamiyat beradigan bo'lsak, erkak kishi ayoldan ancha oldin yaratilgan. Odam alayhissalom ayol birinchi yaratilgan inson. Erkak kishi ancha oldin yaratilgan va kuch, himoya timsoli erkak. Mana kuch, himoya erkakka topshirilgan vazifa fitratan. Endi ayol kishi esa erkakdan ancha keyin va erkakning nimasidan, qiyshiq qovurg'asidan nima qilingan, yaratilgan. Bu ayolning ojiza ekanligini, o'sha ojiz bir xilqat ekanligini, ayolga kuch, himoya og'irlik qilishini, u erkakka suyanishi kerakligini, erkak esa ayolni himoya qilishi kerakligini bildiradi. Bugungi jamiyatda ana shu himoya nimaga teng? Pulga teng. Bugungi jamiyatda ayollar himoya deganda aynan nimani tushunadi? Pulni tushunadi. Shu nuqtai nazardan pul masalasi bu erkakka taalluqli masala. Pulni aslida ayol kishiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ayolga esa energiya masalasi taalluqli. Chunki o'sha ayol kishi erkakka sakinat bo'lishi, xotirjamlik bo'lishi uchun yaratilgan. Ayolga qaraganda erkak his qilishi kerak bo'lgan narsa bu sakinat, bu xotirjamlik his qilishi kerak. Ayolga qaraganda agar kuch, himoya his qiladigan bo'lsa erkak kishi, unda o'zini erkakligini namoyon qila olmay qoladi. O'zini erkak sifatida his qila olmay qoladi va nima qiladi? Uning ishlari, o'sha karyerasi ham orqaga ketishni boshlaydi. Qachonki erkak ayolni oldida tan olinsa, tasdiqlansa, o'zini erkakdek his qilsa, u nima qiladi? Ko'proq pul topishga, ko'proq himoya qilishga, ko'proq kuchli bo'lishga, ko'proq o'sishga harakat qiladi. Ana shu nuqtai nazardan bugun biz ayollar o'zimiz bilmagan holda o'sha niyatimizni to'g'rilamagan holda, xato niyatlarda bo'lib nima qilyapmiz? Erimizni barakasini o'zimiz bilmagan holda kesib qo'yyapmiz. O'zimizni fikrlarimiz, niyatimiz va o'zimizni holatimiz bilan balansni buzib qo'yyapmiz. Balans shuki, erkak o'zini rolida turishi kerak, ayol o'zini rolida turishi kerak. Lekin ayollar bugun nima qilyapti? Muvaffaqiyatli bo'lishga, rivojlanishga, pul topishga, ko'proq pul topishga, biznes qilishga, yana ko'proq rivojlanishga harakat qilyaptiki, erkak qarasa, mana oddiy oilada qarasa, ayol hamma ishni o'zi qilyapti. Uy ishini ham qilyapti, bolaga ham qarayapti, rivojlanyapti, pul ham topyapti. Qarasa, menga ehtiyoj yo'q. Men erkak emasman degan ongsiz tushuncha nima qiladi? Shakllanib qoladi va o'sha paytda erkakning ishi nima qilishni boshlaydi? Orqaga ketishni, karyerasi orqaga ketishni boshlaydi. Agar erkak o'sha ayol erkakka muhtojligini bildirsa, o'zini balansida, o'zini rolida tursa, erkak ham o'zini rolida turadi. U butunlay ta'minotni, boquvchilikni o'z bo'yniga oladi. Men doim aytadigan gap bor, himoya qilish, kuch, pul topish, oilani boquvchilik vazifasi ayol kishiga. Agar uni puli juda ham ko'p bo'lsa ham,
agar juda ham ko'p pul topadigan ayol bo'lsa ham, masalan, biznes womanlar bor, millioner ayollar bor, bo'lsa ham unga og'irlik qiladi. Misol uchun, shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytaman. O'zimni ham bugungi kunda o'zimni topadigan pulim bor, ya'ni moliyaviy jihatdan. Lekin uyimni o'sha xarajatlarini, uyimni ta'minotini qilish menga og'irlik qiladi. Nimaga? Chunki men ayolman. Baribir mana pulim bor, lekin ta'minotni qilish og'irlik qiladi. Hissiy og'irlik qiladi. Ta'minotni qilishga pul bor, lekin hissiy jihatdan o'zimni yomon his qilaman. O'sha ta'minotni qilayotgan paytim o'zimni ayoldek his qila olmay qolaman. Mana shundan qiynalaman. Misol uchun. Shuning uchun ayollar kuchli bo'lishga, himoya qilishga, o'sha ta'minotni bo'yningizga olishga, oila boquvchisilik rolini olishga harakat qilmang. Albatta ayol kishi 100% ishlashi, o'zini sohasi bilan shug'ullanishi mumkin. Men ham ana shu yo'ldaman. Lekin nima uchun, nima niyatda degan savol bor. Bunga videoni keyingi qismlarida biz javob beramiz. Lekin men hozir boshqa narsa haqida aytmoqchiman. Mana erkaklar kuch timsoli, to'g'rimi? Kuch, himoya, pul dedik. Mana shu yerda bitta formula bor, bilib oling. Erkak teng pul, ayol teng energiya. O'sha erkakni rizqi, barakasi oshishi ayoldan keladigan nimaga bog'liq? O'sha nurga bog'liq. Biz ayollar nurmiz, energiyamiz. Lekin bugungi kunda mana ayol harakat qilayotganidan, mas'uliyatni olayotganidan norozi, hech o'zidan nur tarqatmayapti, ichi to'la norozilik, ichi to'la negativ, turmush o'rtog'idan norozilik, atrofdan norozilik, hattoki farzandlari bilan balansdagi munosabatlarda emas. Ana shuning natijasida erkak ham mana shunday yomon auradan, uyni aurasi bor. Mana shu uyni aurasini esa kim tashkil qiladi? Ayol kishi tashkil qiladi. Ayol uyda atmosfera, ayol tarqatadi o'zidan. Nimanidir tarqatadi mana. Agar pozitivda bo'lsa, ayol sof, o'zini qalbida, o'zini balansida bo'lsa, yaxshilik, nur tarqatadi, yaxshi energiya tarqatadi. Norozi bo'lsa, deylik, o'sha ichida negativlari bo'lsa, salbiy fikrlari bo'lsa, turmush o'rtog'iga nisbatan, farzandlarga, umuman atrofdagi bo'lsa, o'zidan nima tarqatadi? O'sha qora energiyalar deyiladi. Bu o'zidan yomon energiya tarqatadi. Va mana shu yomon energiyadan ishga chiqib ketgan erkak, kun bo'yi ishda, ana shu auradan chiqib ketgan erkak ishda qanaqa qilib muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin? Mumkin. Mana shular nuqtai nazardan ayolning erkakning barakasiga, rizqiga ta'siri bor. Hattoki shunday bugungi kunda ayollar shu darajaga keldiki, ko'pchiligida turmush o'rtog'im boy bo'lmasligi kerak, puli ko'paymasligi kerak. Mening turmush o'rtog'imning puli ko'payishi bu men uchun yomon deb fikrlaydigan ayollar bor. Ya'ni fikrida turmush o'rtog'i boyib ketmaslik, agar boyib ketsa, puli ko'paysa, qanaqadir xiyonat qilishi mumkin, boshqa ayol topishi mumkin degan noto'g'ri tushunchalari bor. Va ana shu noto'g'ri tushunchalar natijasida ayol o'z-o'zidan ongsiz ravishda, ongli ravishda erini ishi yurishini xohlaydi. Deylik, erini boyishini xohlaydi, puli ko'payishini xohlaydi, lekin ongsiz ravishda nima qiladi? Xohlamaydi. Va eng muhim joyi bizni o'sha podsoznaniya deb aytiladi. Bu ongsiz ravishdagi fikrlarimiz ta'sir qiladi. Aurani shu tashkil qiladi. Shu nuqtai nazardan ayollar, bizning niyatimiz, bizning fikrimiz, bizning qilayotgan duolarimiz, og'zimizdan chiqayotgan har bir so'z, o'ylayotgan har bir fikrimiz erimiz haqida, oilamiz haqida, oilamizning kelajagi haqida har bittasi toza va sof bo'lishi, har bittasi to'g'ri bo'lishi lozim. Agar baraka yo'qmi oilada, ana shu fikrlaringizni, so'zlaringizni tahlil qiling. Ichingizdagi niyatingizni tahlil qiling. Ishlayotgan ayollarning ko'pchiligida ham mana shunday fikr bor. Bu bizning o'zbek xalqidagi maqoldan kelib chiqadi. Er xotin qo'sh ho'kiz degan maqol bor. Bu boshqa narsaga nisbatan aytilgan o'zi. Ana shu bizning miyamizga singdirilgan, qizlar tarbiyalanganda ularga hamma narsa o'rgatiladi. Zo'r bo'lish, zo'r kelin bo'lish, zo'r pul topish. Agar sen ishlasang, o'qisang, o'zing pul topsang, eringga qaram bo'lmaysan. Hattoki ertaga mabodo ering senga pul bermasa yoki seni ta'minlamasa, sen o'zingni o'zing ta'minlay olasan degan dastur bilan, tushuncha bilan hattoki onalar qiz o'stiryapti bugun. Keyin nima paydo bo'ladi? Mayli u ishlashi, o'qishi mumkin. O'qishi, ishlashi mumkin. Unga hech qanaqa cheklov yo'q. Lekin qizlar, hali turmushga chiqmagan qizlar borgan joyida, o'sha boradigan joyga mabodo erim meni ta'minlamasa, men o'zimni o'zim ta'minlayman degan qarash bilan boradi.
Mana shu niyat bilan bo'ladi. Vaholanki aytiladi, insonga faqat nima yetadi? Niyat qilgan narsasi yetadi deyiladi. Shuning uchun biz yechimlarni tashqaridan qidirishdan, izlashdan oldin o'zimizning niyatlarimizga, o'zimizning so'zlarimizga, fikrlarimizga bitta nazar solaylik. Ayollar, ishlayotgan ayollar, nima niyatda pul topyapmiz? Nima bizning maqsadimiz o'zi? Nima niyatda biz rivojlanmoqchimiz? Mana shuga bitta nazar soling. Men ishlab turmush o'rtog'imga yordamlashaman, farzandlarimni kiyintiraman, o'zimni kiyintiraman, chet ellarga sayohatga chiqaman, oilamni ta'minotiga yordam beraman degan niyatda ishlayotgan bo'lsam, turmush o'rtog'im menga farzandlarni sen kiyintir, mana oilam ta'minotiga yordam ber deydi. Ya'ni mening o'zimni aksim bo'lib beradi. Yoki sayohatga o'zing pul top, agar kerak bo'lsa, agar senga yaxshi hayot kerak bo'lsa, mana ishlayapsan, pul topyapsan, o'zing yarat deydi. Ayol nima qiladi shu o'rinda? Keyin norozi bo'ladi. Lekin o'sha eng birinchi qilingan niyat nima edi? Xato edi. Xo'p, savol bor. Ayol nega pul topish kerak unda? Pul topishdan maqsad nima bo'lishi kerak? Ishlashdan maqsad nima bo'lishi kerak? Savol. Javob: mazza qilish. Shunchaki ayol kishi o'zini sevgan sohasi, o'zini ishini qilib mazza qilishi, zavqlanishi, shuni ortidan keladigan halol rizqini topishi va uni o'zini mazza qilishiga sarflashni o'rganishi kerak. Ana shunda ayol chiroyli energiyada bo'ladi, o'zini balansida bo'ladi, o'zini rolida bo'ladi. Va erkak ham nima qiladi? O'zini pozitsiyasida bo'ladi. O'sha o'zini erkakligini his qiladi, boshqani his qiladi va ishlarini, pul topishini, rejalarini ham shunga qarab qiladi. Demak, oilaning barakasiga ayolning ta'siri mana shu o'rinda bo'ladi. Ya'ni ayol kishining energiyasi ta'sir qiladi barakaga. Qanchalik yaxshi energiyadagi ayol bo'lsa, qanchalik niyatlari sof bo'lsa, uning turmush o'rtog'i shunchalik barakali bo'ladi. Va bu o'rinda ayollarimizga yoqadigan, lekin bizning bugungi erkaklar qabul qila olmaydigan bitta gap bor. O'sha kitoblarda, bundan oldingi manbalarda keladi. Eng yaxshi sadaqa deyiladi. Mana ihson berish kerak. Beruvchi qo'l bo'lish. Aslida mana shu pul masalasida ham bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Biz olishga harakat qilamiz doim. Ber deymiz. Hayotga ham, deylik, Xudoga ham ber deymiz, erimizga ham ber. Lekin shunday xulosalar bor. Berganing seniki. Mana nima beryapsiz? O'zingizdan qancha ihson beryapsiz? Nima tarqatyapsiz? Mana shu sizniki, olganingiz emas aslida. To'g'ri, bu ko'zga ko'rinmaydigan narsa bo'lishi mumkin, lekin buning moddiy ko'rinishi bor. Agar siz bersangiz, bu sizga qaysidir shaklda kiradi. Mehr bersangiz, kimdir sizga mehr beradi. Yaxshi gap aytsangiz, qaysidir ishingiz yurishadi. Ihson bersangiz, sizga pul kelmasligi mumkin, lekin qaysidir farzandingizni kasali tuzalishi mumkin. Eringizni ishi yurishib ketishi mumkin. Qaysidir yechilmayotgan muammongiz nima qiladi? Yechiladi. Bu nima evaziga? Siz qandaydir foyda berganingiz evaziga sizga ham nima bo'ladi? Foyda qaytib keladi. Bu dunyoning qonuni, bumerang qonuni hisoblanadi. Endi mana shu o'rinda ihsonning eng yaxshisi erkaklar uchun. Bu ayoliga qilingan. Eng birinchi ihson qilmoqchimisan? Ayolingdan, ahli ayolingdan, ya'ni oilangdan boshla deyilgan erkaklarga. Mana barakani kaliti nimada? Shu o'rinda erkakning topgan pulida kim birinchi haqdor degan masala ham bor. Mana hozir ko'pincha bizning jamiyatda ayollar va ona solishtiriladi. O'zi bu ham xato o'zi. Chunki onani o'zini o'rni bor, onaga ihsonni o'zini alohida darajasi bor. U umuman boshqa daraja. Ayolga ihsonni o'zini darajasi bor. Shuning uchun mana ihson masalasida aytamizki, ayollar eringizdan ihson olishni o'rganing, erkaklar esa ayolingizga ihson berishni o'rganing. Doimiy ravishda. Chunki o'sha erkakga rizq, mana oddiy tushuntiraman. Erkakka kelayotgan pul kim uchun kelyapti degan savol bor. Nima uchun kelyapti? Mana shuncha pul nimaga kelyapti? Shu erkakning ayoli bor, farzandlari bor, ota-onasi, o'sha atrofida ta'minlaydigan doirasi bor, o'zini yaqinlari bor. Birinchi o'rinda erkakga mana shu pulni oqimi tepadan shularga berish uchun. Aslida bu meni turmush o'rtog'imga kelayotgan pul aslida meni va meni farzandlarimning ehtiyoji. Ana shuning uchun Alloh taolo nima qiladi? Bu barakani, bu pulni erkak orqali oilaga kiritadi. Shuning uchun agar o'sha sizga ayolingiz uchun berilgan rizqni siz o'rniga ishlatsangiz, mana ayolingizga bersangiz,
farzandlaringizni bersangiz, ehson qilib bersangiz chiroyli dasturxon, mana shu erkaklarning barakasi oshadi. Ayollar, agar bugun turmush o'rtog'ingizdan pul olmayotgan bo'lsangiz, sizga sarflamayotgan bo'lsa, barakasizlikning birinchi sababi shunda o'zi aslida. Chunki o'sha unda pul bor, lekin sizga sarflanmayapti. Boshqa joyga ketyapti. Lekin u sizga kelishi kerak bo'lgan pul edi. To'g'rimi? Shuning uchun mana shu o'rinlarda, mana shu nozik nuqtalar borki, biz to'g'rilashimiz kerak buni. Endi savol, buni kim to'g'rilaydi degan savol bor. Buni erkak to'g'rilashi kerakmi? Yo'q. Chunki ularning o'zini vazifasi bor. Shundoq uni ishi bor, puli bor. Sizni barakani to'g'irlash, oiladagi qandaydir rizqni oshirish haqida erkaklarni o'ylab o'tirishga hech qanaqa vaqti yo'q. Ular aql odami. Mana shu yer bilan ular informatsiya oladi. Ular aql bilan o'ylaydi, ular biladi, ishni qiladi, tamom. Ma'naviyatga, oilani ma'naviyatiga, oilani ma'naviy muhitiga biz javob beramiz. Oilani aurasini oshirish kerakmi? Energiyasini oshirish kerakmi? Bu oilada muhitni to'g'irlash kerakmi? Farzand tarbiyasini to'g'irlash kerakmi? Xohlaymizmi, yo'qmi, biz ayollar bunga mas'ulmiz. Va Alloh taolo 90% buni bizga nima qilgan? Bizga yuklagan, biz ayollarga yuklagan. Va jamiyat qachon rivojlanadi? Ayol o'zining rolida bo'lsa, oilani muhitini ayol to'g'irlasa, o'zi ilm olib, mana shu yerda ilmni unutmaylik. O'zi hamma narsaning sababi ilmsizlik. Ilm olib, erkak o'zini vazifasini qilsa, pul topib kelsa, ayol uni joy-joyga ishlatsa, balans to'g'irlansa, bunday oiladan sog'lom, olim, professor farzandlar chiqadi. Mana bugun biz farzandlarimizni olim bo'lishini, daho bo'lishini, professor bo'lishini, qanaqadir chet davlatlarda o'qishini, qaysidir darajalarga chiqishini, jamiyatga, davlatga foyda berishini xohlayapmiz. Bu tabiiy. Lekin mana shu uyda farzandlarni tarbiyalayotgan yoki mana shu uyga energiyani tarqatayotgan ayol ilmlimi o'zi degan savol bor. Uni fikrlari qanaqa, uni gumonlari qanaqa, uni niyatlari qanaqa degan o'zi savol bor. Va o'sha ayol, mana shu oiladagi ayol hal qiladi. Shuning uchun aytiladi, ayol bu madrasadir deyiladi. Ayol oilada bitta kitob ayol kishi o'qisa, uni deylik eri o'qimadi, farzand, butun oila shu kitobni o'qigandek bo'lar ekan. Shuni bilimi shu oilaga tarqaladi. Ayol bitta bilim olsa, shu oila bilim olgandek bo'ladi. Shuning uchun bugun o'sha barakani kaliti oiladagi bu ilmli ayoldir. O'zini bilgan, o'zini tanigan, nima qilyapti, nimaga qilyapti, vazifasi nima, niyati nima, qaysi so'zni so'zlayapti, qaysi niyatda so'zlayapti. Mana shu ayol barakani kaliti hisoblanadi. Va erkaklar, agar ayollar agar turmush o'rtog'ingiz sizga ehson qilmayotgan bo'lsa, sizga pul ajratmayotgan bo'lsa, xafa bo'lmang. Bu gap ko'pchilik ayollarga yoqmasligi mumkin, lekin bunda sizning ham hissangiz bor. Sizning fikrlaringiz, sizning gumonlaringizni ham bunda o'ziga yarasha o'rni bor. Siz o'zingiz rad qilyapsizki, undan kelmayapti yoki siz ehson beradigan, o'sha pul beradigan ayol rolida bo'lmayapsiz. Qaysidir narsalar bor, to'g'irlashingiz kerak bo'lgan, ularni to'g'irlashingiz lozim. Va buni nima bilan amalga oshirasiz? Albatta pul ilmini bilish, moliyaviy bilimlarni bilish bilan siz buni amalga oshirasiz. Shuning uchun men tavsiya qilaman barcha ayollarimizga pul borasida, moliya borasida, umuman olganda baraka, rizq ilmlarini olishi, o'zini tanish, o'zini bilish, niyatini, fikrini, so'zlarini to'g'irlash ilmlarini olishini amalga olish orqali amalga oshirishni men tavsiya qilaman. Va shu o'rinda biz mana shu butun O'zbekiston ayol qizlari uchun, ayol turmushga chiqqan, chiqmagan, umuman ahamiyatsiz ayol va qizlarimiz uchun Mo'jizaviy 12 oy nomli ajoyib klub tashkil qilyapmiz. Bu ayol va qizlar klubi. Bu klubda har oyda har xil mavzularda darslar bo'ladi. 1 yil davomida mana shu o'zingizga kerak barcha munosabat, pul, dangasalikdan xalos bo'lish, stressdan chiqish, o'zingizni to'g'irlash, o'zingizni anglash, maqsad, niyat hammasini to'g'irlash bo'yicha qadamma-qadam darslarni onlayn tarzda olib borasiz. Respublikamizning hamma joyidan qatnashish imkoni bor. Mana shu klubni men ayol qizlarimiz uchun juda ham arzon narxda ilm olishsin, uyg'onishsin, o'zini anglashsin, o'sha jamiyatga ilmli farzandlarni yetkazib berish uchun o'zi ham ilmli ayol bo'lsin degan ma'noda bitta pedagog sifatida, ustoz sifatida mana shu oliy ta'limda dars bergan, ayollarga dars berayotgan ayol sifatida ayol qizlarimiz to'g'irlanishi
kerakligini his qilgan ayol sifatida sizga, ekspert sifatida sizga mana shu klubni taqdim qilaman. Juda ham qulay. Buni imkoniyatlari, mana birinchi oyligimiz, birinchi maydan darslarimiz boshlanadi. 20-aprelgacha hozir biz qabul ochganmiz, ayollarimiz qo'shilishni boshlashgan. Birinchi maydan asosiy darslarimiz boshlanadi. Darslar har oyda beriladi. Va offline uchrashuvlarimiz ham bo'ladi. Onlayn chatlarimiz bo'ladi. Savollaringizga javob olasiz. Nima muammongiz bo'lsa mana shu klubda birgalikda ko'p ayollar, mana yig'ilgan ayollar energiyasida, men rahbarligimda, meni ustozligimda mana shu hamma hayotingizdagi muammolarga yechimlarni olib borasiz, o'zingizni to'g'rilab borasiz. Narxini ham juda ham arzon qilganmiz, ayollarni, qizlarimizni o'ylagan holda. Aslida ilmga kiritilgan investitsiya bu eng yaxshi investitsiyadir. Odamga eng tez qaytadigan pul bu bilimga kiritilgan. Bugun pul kiritdingiz, ertaga sizga o'rniga kelib turadi. Chunki ilm bu bizga farz qilingan, ayniqsa ayollarga farz qilingan. Va bugungi kunda eng kerakli bu ilm hisoblanadi. Mana atrofingizga qarang. Rivojlangan odamlar, muvaffaqiyatga erishgan odamlar, deylik, oilasida baxtli ayollarni qarang, barchasi ilm orqali erishgan shunga. Barchasi, erkaklar ham. Shuning uchun ilm bu bizni shu turgan joyimizdan, boshqa joyga olib chiqadigan, boshqa insonga aylantiradigan, yangi ayolga aylantiradigan narsa bu ilm hisoblanadi. Agar mana shu ilmni siz olishni istasangiz, men sizni klubimga taklif qilaman va mana shu klubda birinchi oyligimiz aynan bugungi mavzu ayol va pul mavzusi. Bu yerda biz juda ham ko'p, 10 dan ortiq mavzularda darslar beramiz. Baraka kalitlari, rizq, o'sha ayolning o'sha erkakni barakasiga ta'sir qilish yo'llari, o'zini to'g'irlash yo'llari, ota bilan ishlash, otani, erkakni tan olish, serobgarlikka chiqish haqida mana shu yerda maxsus darslar, maxsus praktikalar va hattoki maxsus duolar beriladi. Hatto shunaqa darsimiz bor. Mana shu duolarni qilib yursa ayollar nima qiladi? Yashin tezligida, nur tezligida inshaalloh oilalariga baraka, rizq kelishni boshlaydi. Agar siz klubimizda qatnashishni istasangiz, bizga murojaat qiling. Adminlarimiz siz bilan bog'lanishadi va men sizni may oyligida, mana may oydan boshlab qatnashasiz. To'lovlari har oyda qilinadi. Bu ham sizga imkoniyat. Bittada emas, har oyda to'lab borasiz va har oyda har xil mavzu bo'ladi. Demak, hozir birinchi mavzumiz nima? May oyida ayol va pul mavzusi. Mana shu klubga sizni taklif qilib qolaman. Bugungi fikrlarimizni o'ylagan holda, xulosa qilgan holda, bugundan boshlab o'z ustingizda ishlashga, ilm olishga qadam qo'yasiz degan umiddaman.